Assalomu alaykum, hurmatli qarindoshlar. Bugun sizlarga tanishtirmoqchi bo'lgan kitobimizning ismi Ya mustaqillik, ya o'lim. Avtori izchiman. Hurmatli qarindoshlar, tuanda sizlarga kitobning kirish so'z qismida avtor mushu kitobdagi fikrlarining xulosalarini bayon qilganligini, tafsilotini bo'lsa har qaysi boblarda tafsiliy to'xtalganligini ko'zda tutib, sizlarga faqat kirish so'z qismini huzuringizga sunmoqchiman. Savrchanlik bilan oxirigacha anglab, ostiga fikrlaringiz bo'lsa o'rtoqlashishinglarni umid qilaman. Rahmat. Kirish so'z. Uyg'ur xalqi bugun Xitoy tajovuzchilaridan qutulib, mustaqil milliy davlatini qayta asliga keltirish imkoniyatlariga egami? Birinchi. Agar bundaq bir imkoniyatga ega deganimizda, bu davlatning qaysi xil usulda, qandaq bosqichlar bo'yicha, qanchalik vaqtda, qandaq badallarni to'lab va kim asliga keltira oladi? Ikkinchi. Agar bundaq imkoniyat qolmagan bo'lsa, millionlagan xalqimizni ishga oshirg'ul bo'lmaydigan quruq xiyolning keyniga silib, bekordan avar qilish o'rniga bu millatni saqlab qolishning eng aqalliy choralar ustida izlanib ko'rishning yomoni bo'lmasa kerak. Biz bu kitobda vatanimiz Sharqiy Turkistonning milliy mustaqilligini qo'lga keltirishning eng oxirgi fursati qolgan bir davrda turayotganligimizni, agar bu fursatni qo'ldan berib qo'yganimizda majburiy va to'liq xitoylashishni shartsiz qabul qilish vositasi orqali millatimizni saqlab qolish uchun tirishish davriga kirib qolishdan qochib qutulmaymiz deydigan mo'ljarga ishongan holda milliy mustaqillikni qo'lga keltirishning birdan bir to'g'ri yo'li deb qaraladigan 3 bosqichliq harakat shaklini tahlil qilib o'tamiz. Bu masala bugungacha xalqimiz orasida maxsus talash-tartib qilinmagan bir tema bo'lgani uchun bu kitobda har qancha keng va cho'nqur tahlil qildik deb qaraganimizdami, tövəndə mülayiz qıldıqan temalarda yanıla nurg'un yetersizliklarga, hatto xatoliklarga yo'l qo'yishdan saqlanib qolmasligimiz mumkin. Ammo shunga ishonamizki, bu turdagi munoziralarimizning cho'nqurlashishiga ergishib, vatanimizning kelgusi taqdiri haqidagi fikrlarimiz kun sayin mukammallashib, pat yaqinda milliy mustaqillik harakatiga aylantirishimizga ishonamiz. Biz bu kitobda ana shunday bir aqidani tiklayverishimiz uchun yangicha bir harakat uslubini o'ttirg'a qo'yishga tirishdik. Bu usul gerçi nurg'un aqllarimiz tarafidan rad qilinib kelayotgan va nurg'un kishilarimiz tahi ishonch qilib ketolmayotgan bir usul bo'lsa-mu, ammo bu usul vatanimizda yaqindan buyon sinab qilinib, belgilik muvaffaqiyatlarga erishgan bo'lganligini isbotlab berayotgan yumron holatdagi yap-yangi bir usuldir. Bizning tahlilimiz bo'yicha olganda, bu usul Uyg'ur xalqini qutqizish harakatiga atlanishning eng oxirgi chorasidir. Bu kitobda ana shu masala imkoniyatining barcha ilmiy usulda tahlil qilinib, milliy ozodlik harakatimizning zamonimizga uyg'un harakat prinsiplarini o'tirib qo'yishga tirishildi. Vatanimiz bugun 10 milliondan ortib ketayotgan Xitoy tajovuzchi aholisi va milliondan ortiq har xil shakldagi qurolli Xitoy tajovuzchi va qo'rchoq kuchlarga to'lgan intayin ig'ir dushman vaziyati ostida turmoqda. Bu tajovuzchilar ustun askariy kuchga tayinib, vatanimizning barliq siyosiy, iqtisodiy, harbiy, diplomatiya, zamonaviy ishlab chiqarish va fan texnika sohalari bo'yicha Xitoy tajovuzchilarining manfaatini ko'zlaydigan mutlaq ustun zo'ravon irqchi hokim mutlaqlikni tiklab, faoliyat qilish vaziyatini yaratib olmoqda. Vatanimiz doirasida mutlaq ustun hukmron o'rniga erishib olgan bu Xitoy tajovuzchilari xalqimizni bepoyon yezi qishloqlarda chekidan oshgan nadon, namrat va qul holatida qoldirganini azdab, vatanimizga tartib kelgan qo'sh relislik temir yo'l qatnashi vositasi bilan shiddatli ko'chman yo'tkash to'lqinini paydo qilib, vatanimizning qisqa vaqt ichida 100 millionlik sun'iy Xitoy yurti holatiga keltirilish uchun jon jahli bilan urinmoqda. Shiddat bilan sun'iy ortib ketayotgan Xitoy tajovuzchi kelgundilar nufusi navbatda vatanimizning milliy mavjudiyatiga tahdid solayotgan, haddidan tashqari ig'ir xavf keltiradigan bir amaliy kuch bo'layotganligi har bir aql egasiga ayon. Shundoq ekan, vatanimiz xalqini o'z ona tuprog'ida saqlab qolishda bu tajovuzchi ko'chmanlardan to'liq qutulib, milliy mustaqilligimizni qaytadan asliga keltirish ishi vatanimiz xalqining mavjudligi va taraqqiyotiga kafolat qiladigan birdan bir oxirgi chiqish yo'li bo'lib oldimizda turmoqda. Xalqimiz Xitoy mustamlikasiga aylanib ketayotgan vatanini Xitoy tajovuzchilaridan qutqizib chiqish uchun 20-asrning o'rtalarigacha nurg'un qatim qonliq kurashlarni qo'zg'agan bo'lsa-mu, yotlarning aqidasiga e'tiqod qilishgan bir qism so'laychilarimiz tarafidan milliy ozodlik harakatimiz atalmish tinchlik harakatlariga burib etilib, intayin fojialik ig'ir mag'lubiyatlarga sabab bo'lishdi.
Bo'libmi, kishini eng ajandirdig'ini o'zlariga har xil tinchlik kurash yo'li degandek usullarni mezon qilib olgan yetakchilarimiz bilan vatan xoinlarining vositalik yoki bevosita holda targ'ib qilgan turli tuman tinchlik shuarlari ayni vaqtdagi ikkinchi jumhuriyat milliy armiyamizning 50 ming kishilik muntazam yoki partizan kuchlari bo'lgan vaziyatdan bugungi 1 milliy askar bo'lmagan vaziyatga tushib qolishimizga birdan bir sababchi bo'lishi edi. Halbuki bu tinchliklarimizning mutlaq ko'p qismi vatanimiz doirasiga yamrab kirayotgan Xitoy tajovuzchi kelgundilarning bu xil so'roqsiz ko'payib kirib kelishini xohlamaydiganligini har qadamda degudek e'tirof qilganda ko'rinsimi, qiziq yeri bu turdagi yatlarning ko'payishiga qarta qilchimi tadbir qo'llanmasligi. Hatto tadbir qilishni tashabbus qilguvchilarning yo'lini to'sib, undaqlarni parakandichilikni, hatto terrorchilikni tashviq qilguvchilar deb izchil qaralab kelishidir. Ularning bundoq tunishga kelib qolishidagi intayin muhim sabablarning biri bu tajovuzchi kelgunda Xitoylarni tajovuzchi deb qaramay, ularni Xitoy tajovuzchi hokimiyatidan farqlantirib, amalsiz qolgan yuvosh ishlamchi fuqarolar deb qarshida chong turmoqda. 5-iyun qirg'inchiligida vatanimizdagi Xitoy tajovuzchi fuqarolarning vahshiyligini ko'rgan va anglagan bu turdagi kishilar bugun yana qanday o'ylarda bo'layotgandi? Yaqinqi yillardan beri o'tirg'a chiqqan yangi tinchliklarimizning kishilik huquq, demokratiya, dunyo tinchligi, yer shari muhiti, yer shari o'rtaq gavdasi, bir qutblik dunyo tuzumi degandek yatlarning manfaati uchun o'tirg'a qo'yilgan shuarlarni bir kanayda tovlashib, bu qadimgi milliy mustaqillik harakatlarimizning tunji bosqichini terrorchilik deb qaralab ko'rsatishlarimi kishini o'yga solmay qo'ymaydi. Tariximizda vatan ozodlik g'arbisiga yaqinlashganda yoki bugungi kunda jasoratli fidokorlarimiz vatan ozodlik harakatiga otlanish oldida turayotganida bu vatanni mayli angliq yoki angsiz bo'lsin, umumyuzlik munqariz bo'lish yo'liga so'rab menishi har qanday bahona ko'rsatilishidan qat'iy nazar uchiga chiqqan xoinlik harakati deb qaralishi lozim edi. Bo'libmi, milliy ozodlikqa kun sanaydigan holatdan xalqimizni bugungidek tiniq tortishga bo'lmaydigan o'lim girdobiga keltirishga sabab bo'lgan har qanday kishi yoki tashkilotning har qanday harakati qat'iy turda milliy munofiqlik, vatan sotquchilik harakat deb qaralishi lozim edi. Demisimi, ana shu davrlarning har xil mafkuridagi tinchlik targ'ibotchilari bugungi munofiqlarning asoschilari bo'lmadimi? Halbuki vatanimiz shuncha fojialik holatga keltirilganiga qaramay, bizning nurg'unlagan o'qimishli kishilarimiz, vatanparvar nomi ostidagi ko'p sonli tashkilotlarimiz hadab tinchlik targ'ibotini o'zlarining birinchi o'rindagi vazifasi deb tashviq qilishmoqda. Bu kishilarimiz vatanparvarlik jumpartisiga o'rnab olib, vaziyat pishib yetilmadi, xalq uyg'onmadi, xalqimizda dunyo bilim saviyasi, siyosiy jug'rofiya saviyasi yo'q, behuda qon to'kiladi, xalqaro bizni tunib bo'lolmadi, Amerika bizni qutqizishga tayyor bo'lib qoldi, Xitoy demokratchilari bizni e'tirof qilish oldida turmoqda, dunyo zo'mgarlarining mahshar kunlari yaqinlashib qoldi degandek millatimizning taqdiri bilan qilchi munosabati bo'lmagan, yatlar tarafidan burmalangan yoki butunlay yolg'on yovdoq bahonalarni o'ydirib chiqishib, har xil sohalar bo'yicha xalqimizni bexudlashtiradigan, xalqimizni jim turishga, tinch kutishga majburlaydigan, keskin harakat shakllaridan foydalanib, tajovuzchi Xitoy kelgundilarini qo'g'lab chiqarish harakatlarini paydo qilishga jur'at qildirmaydigan tashviqotlar bilan hadab shug'ullanmoqda. Biz shuni keskin o'tirib qo'yishimiz kerakki, vatan mustaqillik uchun harakatga otlanishga to'salg'ulik qilishmi o'xshashlar shakli o'zgargan milliy munofiqlik. Bundaq to'salg'u paydo qilguvchilarning faoliyatlari mayli tinchlik uchun barchasiga o'rnab olish yoki xalqimizni tashqi kuchlarning yordamiga tamak qilg'izish bo'lsin, baribir vatanimiz xalqining milliy mustaqillik kurashlariga otlanish harakatini qo'zg'ishiga to'salg'u paydo qiladigan mafkurlardan boshqa narsa emas. Halbuki Xitoyda yurgizilgan kommunizm fojiasi vatanimizda hiligar, vahshiyona shounizm tusiga keltirib ijro qilingani uchun vatanimiz xalqining beshiga kelgan baloyi ofatlar Xitoylarning beshiga kelganlardan, agar ularni normal bir qo'shni elning aqalli bir odami deb tanig'inimizda hassilab ig'ir edi. Shuningga qaramay, vatanimizni bulantalan qilishga kelgan necha million Xitoy tajovuzchisi o'zlarining chekidan vatanimiz tavasida yagona Xitoy tajovuzchi ko'chmanlarga xos iqtisodiy va siyosiy islohot o'zgarishlarini paydo qilishga kirishib, xalqimizni barliq zamonaviy ishlab chiqarish faoliyatlaridan siqib chiqarishga kirishdi. Eng xatarlik bo'layotgani vatanimizni tez vaqt ichida to'liq xitoylashtirish chorasi hisoblangan xalqimizni Xitoy yurtiga tarqatish orqali ona yurt hukumidan mahrum qoldirish plani va sun'iy Xitoy nüfuzini ko'paytirish ishini jiddiy ijro qilishga kirishayotganligidir. Vatanimiz xalqi yaqindan buyon Xitoy tajovuzchilarining foydasi uchun loyihalangan iqtisodiy islohotining qisman yutuqlaridan foydalanib, iqtisodiy jihatda oz-to'la o'ng'ush olishga uringan bo'lsa-mu, Xitoy tajovuzchilarining ansirishi, chetga qiqishi, cheklashi va hatto oshkor holda bulantalan qilish,
va bostirishlar natijasida umumyuzlik namratlashishga qarab yuz tutmoqda. Bu xil ig'ir milliy zulmga bardoshlik berolmagan nurg'unlagan kishilarimiz, bo'libmi milliy umidini yo'qotgan irodasiz, g'oyasiz yoshlarimiz tuyuq yo'llarga majburlanib, misli ko'rilmagan axloqiy va milliy bulg'anishlarni keltirib chiqarmoqda. Xalqimiz bu xil fojialarning yuz berishidagi eng tubki sababning o'z milliy vatanini Xitoy tajovuzchi ko'chmanlarga tartqizib, o'zlarining milliy hokimiyati, milliy armiyasi va milliy mustaqilligidan mahrum bo'lib qolganligidan kelib chiqayotganligini tadrijiy holda his qilishib, uchiq degidek targ'ib qilinayotgan tinch siyosiy norozilik yoki zo'ravonlik tusini oladigan har xil shakldagi natijasi ko'rilmaydigan oshkora milliy mustaqillik faoliyatlari uchun o'zlarini bag'ishlamoqda. Afsuski, bu xil oshkora norozilik ko'rsatish yoki qarshilik ko'rsatish yo'llarining hech qaysisi vatanimiz milliy mustaqilligining ufqini ko'rsatib berolmaganligi, uzun yillik behuda urinish va behuda qurbon berishlarning izchil maydonga kelib turishi nurg'un kishilarimizni harg'izib o'yga solib qo'ymoqda. Acaba bizning mahkumligimiz peshonamizga putilib ketganmidi? Xalqimiz tarixiy jasorati va kurash an'analaridan butunlay mahrum bo'lib qolganmidi? Әмді milliy mustaqilligimiz uchun qo'limizdan keladigan hech qanday bir unumli chora qolmaganmidi? Bizni umidsizlantirib kelayotgan bu xil savollar yaqinqi 5-10 yil mobaynida bir qism fikr egalarimizni asta-asta o'ziga jalb qilmoqda. Bu kitobda ayni shu xil umidsiz savollarni o'zgacha bir uslubda tafsiliy tahlil qilib, xalqimizga navbatdagi milliy mustaqillik harakatimizga eng og'ir tahdid bo'lib turayotgan dushman kuchlarining kim ekanligini, milliy mustaqillik harakatimizning xato tushunchalari, bundan keyingi milliy mustaqillik harakatimiz uchun zarur bo'lib turayotgan milliy ozodlik harakatimizning navbatdagi harakat programmasini tuzib chiqishga asos bo'ladigan harakat prinsipi, harakat shakllari va bosqichlari. Bu jihatdagi tahlillarimizning muqarrar natijasi bo'lgan birinchi bosqichlik milliy mustaqillik harakatimizning konkretniy usul choralari haqida tafsilroq mulohaza yurgizishga tirishamiz. Bo'libmi mustaqilligimizdan umid bormi degan qardoshlik kitobimizda ta'kidlangan o'zgacha kurash yo'lini alohida ta'kidlab ko'rsatamiz. Bu demak, jim yatsangmi o'ldirilsan, harakatga atlansangmi. Shundaq ekan, ya mustaqillik, ya o'lim deganlikdir. Hurmatli qarindoshlar, kanalimizga a'zo bo'lib, texnik ko'p kishilarning foydalanish uchun ham baharlashni unutmag'aysizlar va tunishtirishni xohlagan kitoblarni ostiga inkas shaklida qoldirib qo'ygaysizlar. Rahmat. Taklif kitobxonasi